Mazali borsh tayyorlashni ikkita siri bor. Ikkinchisi eng muhim. Bu sirlarni esa tatarka nyankamizdan o'rganganmiz. Sizga ham ilindim. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qozonga 100 gram toplyonka solamiz. Endi maydalangan go'shtlarni yaxshilab qovuramiz. Bir bosh to'g'ralgan qizil piyoz. Har bir mahsulotni yaxshilab qizartirib qovuring. Diqqat qiling, birinchi sir yarimta somoncha qilib to'g'ralgan karamni solib, ustidan ziravorlarni sepamiz va yana yaxshilab qovuramiz. Karam qovurilib, yog' va ziravorlarni o'ziga shimib olsagina borshingiz mazali chiqadi. Endi kartoshka, sabzi, ko'katlarni solib yaxshilab yana qovuramiz. Qaynagan suv solib, miltillatib 35 daqiqaga qaynatishga qo'yamiz. Borsh qaynaguncha yana bir foydali ma'lumot bilan bo'lishamiz. Rossiya texnologiyasida ishlab chiqarilayotgan Brillion firmasining quyuqqina kir yuvish uchun gel va kapsulalarni ishlatib ko'rdingizmi? Sifati a'lo darajada. O'zi narxlari shundoq ham arzon. Uzum marketdan shu promokod orqali yana 10% arzonga xarid qilishingiz mumkin. Endi borsh pishirishdagi ikkinchi sirga qaytamiz. Ishtaha ochar chiroyli rangga kirishi uchun 2 dona qaynatilgan lavlagini qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Yana 5 daqiqagina qaynagandan so'ng albatta smetana bilan dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Videoni borsh pishirishni bilmaydigan yaqiningiz bilan bo'lishib qo'ying.